Rauf Parfi, shoir, tarjimon, O'zbekiston xalq shoiri. Mahmud Qushg'ariy nomli xalqaro mukofot laureati. Turkiya davlat adabiyot mukofoti laureati. Taxallusi Uzturk. Isyonkor, iste'dodli va taqdirli shoir. 1943-yil 27-sentyabr kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Sho'rali shaharchasida oddiy dehqon oilasida tug'ilgan. Otasi Muhammad Amin Parfi va onasi Sakina Isabek butun umrini ona qishlog'ida o'tkazishgan. Maktabni tugatib 1960-yil 1965-yillar Toshkent davlat universitetida o'qigan. Rauf Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini yakunlagan. 1991-yildan hukumat boshqaruvchilari bilan nizo sababli Parfi 8 yilga deyarli adabiyotdan chetlashtiriladi. 1999-yil kutilmaganda O'zbekiston xalq shoiri sharafiga loyiq topiladi. Umrining so'nggi yillari Parfi kitob sotib tirikchilik qiladi. Hurmatga sazovor bir nechta ssenariy yozgan, birortasi amalga oshmagan. 1989-yilgacha 8 ta she'riy kitobi nashrdan chiqqan. 9 va tirikligidagi so'nggi kitobi 2000-yil shoirga sharafli unvon topshirilganidan so'ng chiqqan. O'zbek tilidan tashqari turk tilini ham mukammal bilgan, rus tilini yaxshi tushungan va ravon o'qigan, ammo so'zlarni noto'g'ri talaffuzdan iymanib so'zlashmagan. 1986-yil Rauf Parfining Sabr daraxti nomli she'riy to'plami nashrdan chiqib, Hamid Olimjon nomidagi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining yillik mukofoti bilan taqdirlangan. Turkiyada o'tkazilgan tanlovda Rauf Parfi birinchilikni qo'lga kiritgan. Umri davomida keyingi she'riy to'plamlarni yaratgan. Karvon yo'li, aks sado, tasvir, xotirot, ko'zlar, qaytish, sabr daraxti, sukunat, tavba. Vafotidan so'ng nashr etilgan kitoblari, so'nggi video, iymon asiri. Umrining so'nggi yillari Parfi Sharq yulduzi, yoshlik, O'zbekiston adabiyoti va san'ati kabi tahririyatlarda faoliyat yuritgan. Rauf Parfi e'tirof tanilmagan va shuhrat qozongan, hayotning baland-pastini ko'rgan, ammo hukumat tomonidan siylanmagan shoir. Rauf Parfi 2005-yil 28-mart kuni 61 yoshida yurak xurujidan vafot etgan.